Qara, o'qiyo'g'a nima deb yozib qo'ygan? Ikkinchi zadaniya. Skuterga o'tiring deyaptimi? Skuterga o'tiring, ha. Yo, skuter oling ekan. Ha, oling. Nima deyapti? Magazinga borib, bir bola oling deyapti magazinga. O'tiring, mashinaga o'tiring. Endi skuter kerak emas. Tezda parkovkaga keling, og'a, bir nimaga bo'lib kelamiz. Darelo, leylo, leylay. Og'a deyman. Nima olish kerak dedingiz do'kondan? Kirish kerak emas, do'konga kiraylik bilamiz. Ha, bo'ldi. Vixoda yozib qo'yganmi? Dobry test deb yozdik. Na bo'ldi. Do'konga. Do'kon yaxshiki bizga yaqin. Kuchugizga bo'lmadi. Bo'ldi. Купить телефон. Mobil telefon. Nimadir edi-da. Sim karta qani? Sim karta o'sha yerda yozib qo'ygan og'a. Nomer, покупка nomer degan joyi bo'lishi kerak. Izmeni nomer de, izmeni nomer. O'shandan nomer yasaysiz. Bo'ldi keyin. Yo, og'a. Bor ekan. Yo, og'a, qarang, meniga kiring. Qarang, sim karta bormi yoki yo'qmi? Inventariyasiga kirib ko'ring, sim karta bormi yoki yo'qmi? Bormi? Og'a deyman axir. Bor ekan, qo'ydim, ketdik. Bo'ldi. Aptechka oling. Aptech. Ha, da. Inventar. Aptechka o'ring deyapti. Ha, использовать inventariyaga kiring. Aptechkani использовать ni bosing keyin. Magazindan chiqamiz. Oh. Keyingi zadaniya qanaqa? Qarash o'g'a. Qanisiz? Mana. Nima deyapti zadaniyada? Odejda magazin. Odejda magazin bo'ldi. Keyin olamiz. Bo'ldi. Oling. Mana shu yerda do'kon. Qara, magazin odejda deb yozib qo'ygan. Katta qilib. Men bu anamga chiqib turay. Spam bo'lib ketmasin mashina. Ha, og'a. Olmadingizmi 5 kli? Skinni oling, keyin men o'zim 1 million, 2 millionlik anavi skinimni berib yuboraman. Og'a deyman axir. Nega gapirmaysiz? Og'a. Og'a. Discord yana o'tarib yubordimi? Yo'q. Eshitilmayaptimi?
Anonsi uzilib qopti. O'qadingmi? Tegdi bu chiqarib. Zadaniyamiz nima? Avtoshkola. Avtoshkola bo'ldi. Avtoshkolaga boramiz. To'xtayman, chiqarib. Yo'q. Nima bunaqa bo'ladi? Telefoningiz qanaqa og'a? Nomi? Redmi 12. Mana bu yerda-ku sizning menyuchangiz bo'lishi kerak. O'sha menyucha bilan использование qiling, o'tarib yubormaydi. qanaqa menyu? Kichkina menyu bor-ku, bunaqa qilsangiz o'sha bilan ishlating. Bo'ladi shunday qilsa. O'tarib yubormaydi keyin o'yin. Mana shu tufayli meni o'tarib yubormaydi. Bo'lmasa meni o'tarib yuboradi. Kichkina qilib qo'yay. Ha? Discord kichkina qilib qo'yaymi o'zi? Ha. Shunday og'a qarang. Discordni shunday kichkina bo'ladi-ku, yonda. Shunday tepaga ko'tarib qo'ying, bo'ldi, uchib ketmaydi. Tepaga yo'q qo'l ekranda. Kichkina bo'lib qoldimi? Burchakka. Kichkina bo'ldiki, tepaga surolmadim yo'q qo'l. O'shani-ku shunday tepaga bunaqa bir tezlik bilan shunday tepaga ko'tarib qo'ying, bo'ldi. Yashirinib qoladi. Yashirinib. Bo'ldi. Endi bemalol gaplashib olasiz men bilan. Aytmaysizlar, shunaqa narsalarni o'ldirib. Qayerda bilasiz? Qanaqa telefon ishlatishingizni aytmagan bo'lsangiz. Xabarim bo'lmasa. Og'a, eshikni yopsangiz bo'lmaydimi? Yopiq eshik. Yo'q, ochiq. To'xtang. Ha? Renk olmasam bo'lmaydi keyin yo'ldan. Yo'q, bomjlarnikimi? Shu bobocha yoqdimi deyman. Skuterga haydang. Og'a, voshi kesdimi bo'lyapti-ku yo'q. Nimaga? Voshi chiroyli ko'ryapsiz BMW'ni ichidan. To'xtang, skuter. Ha? Skuter olay. Zadaniya ko'rinyaptimi? Yo'q, skuter oling deb qaytadan berdi. Bo'ldi. Avtoshkola. Hozir ochaman og'a. Ochdim, o'tiring. Mashina qizib ketyapti. Tutatib ketyapti, ko'ryapsiz? Motor portlasa agar ikkovimizdan narigi dunyoga boramiz. Qo'l ushlashib. Portlamasa kerak. To'xtatamiz og'a. To'xtatamiz. Haroba. Biz o'z oldingizku. Ha? Magazin kirasizmi? Tez qaytaman. Rimonni ikkita oldim. Bittasi zapatkaga edi. Tariruriradariru. Riruridarirara. Ko'rdingiz bo'g'a, bunaqa driftda hamma ham qila olmaydi. Lektariyga borishimiz kerakmi endi? Bilmadim, avtoshkola qayerda? Avtoshkola Lektarinada. Demak, Lektarinaga boramiz.
Yo'q, ko'rdingizmi? Voy. Bir omad kirib qutqarib qoldi. Yo'q, kompyuterxona bizga nimaga kerak? Bizga nimaga kerak bu Voy, nima kompyuter? qilding? Kompyuterxona ko'rsatyapti reklama qilib. Bizga nimaga kerak bu kompyuterxona? Reyting deyapti, zaybat qilib. Darirurira dalila. Lililulila darira. Oh. Hozir pizezdirib bo'ladi. Dariririririririr. Ko'rdingizmi? Buni kecha sotib oluvdim. Mashinani. Moshinami? Ha. Qanchaga oldi? 1,100,000. 1,100,000 ga oldim. Vahshiy zo'r ekan-e. Sport, nitro, motorni sal bo'lsam kuchaytirgan. Yaxshi holatda. Moto olmoqchi edim. Birdan ko'rib qoldim, ko'zimga yo'q qoldi-da, shuni oldim. Moto to'g'ri kelmaydi lekin. Uchib ketasiz. Anavi nomini nima deydi? Dagasitil bor-ku, og'a, o'sha. Oh, sana opalaringni. O'shanaqasi olmoqchi edim. Shahar ichida o'tamiz. Bu yer Novgorod, og'a. Bunaqa bu yerlarni ko'rish qiyin masala. Yangi joylarda bu yer. Yangi uylar. Ko'rgan. Ana, u nima uzuk? Nima? Kartada uzukcha turibdi-ku. U aksessuarlar. Niki? Uylansa bo'larkan, bu uylandim. O'g'il, nega tushdi? Jinni. Qora oq chiqdi. Nima bo'ldi? Qaqa yo'qoldi, og'a. Nimadir bo'ldi. Uchib ketdingiz mashinaning ichidan. Ha, tushib qoldi birdaniga. Darira. Saropolaringni. Shu svetoforni qizil yoqqanini yomon ko'raman-da, ayniqsa katta tezlikda. O'tgan gal og'a shunaqa hodisa bo'ldi-da. Anavi bor-ku, chiziq bor-ku, svetoforda chizig'ini to'g'rida to'xtadim-da. Agar biroz o'tib ketganida-ku jarima olardim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Onasiga sharbada qilish, shunday pavorotda joyda. O'rganyapman-da, og'a. Keyin muammo Melisa bilan qochish bu yerda zo'r-da Melisadan. Shu uchun. O'rganyapman-da sal bo'lsa ham chap berishga. Bu yerda Melisa. Ha? Strashno ketyapsiz-ku deyman. Da. Voy, uchib ketamiz. Qo'rqbek borbar. Mana shu yerda o'tib ketamiz. Tezroq. Ha. Pizza chiqdi. Tak, mana shu yerlarda avtoshkola bo'lishi kerak edi. Orqada. Ketib bu yerda emas u. O'ngga. Bu yer anavi og'a. Para. To'g'riga yur. Ha? To'g'riga yuring deyman. Chap qo'lda. Bo'ldi. Kel. Mana og'a. Qarab turaman mana bu yerda.
5-chi o'rin bo'lsa esa ko'p pajarnikda ishlaymiz. Pajarnikda soqqa zo'r bu yerda. Strafim bor ekan. Mana bank yoni. Shuni eshikdan chiqqan paytingizda yoningizda bankomat bo'ladi. Ha, o'sha to'layman. Ha. Oldinlari bu yerda bankomat yo'q edi, og'a. Kilometr borib kelardim. Bitta shu tarafni berish uchun Ardamasga borib kelardim. Ishoning? Ardamasdan to bu yergacha kelaman, daxoya vaqt u ketardi. O'zi ancha sharoit yaxshi bo'lgan bu yerda. Eski paytiga qaraganda. Ko'p o'zgarishlar bo'ldi-ku. Shunisi yaxshi bo'ldi-da. Qaysiga topshiray? Biga topshiraymi? Avtomobilni surati turibdi, og'a. Ha, o'sha B kategoriyami? Ha. Savol beryapti. Chiromaga kiring, og'a, avtoshkola bilekarash otib keting. O'tishim shart emasdir-a? Na? O'tishim shart emasdir deymi? Nimada? Nimadanda? o'n to'rt level ekan bu ham. Shart, og'a, shart. Bo'lsa bera olmaydi u pravari. Yo, zadaniyadan o'tkazadimi? Nima qanaqa zadaniya? Zadaniya, keyingi zadaniya beradimi, qayerda bo'lmasam? Pravarni olganingizdan keyin beradi. Va, aytmaysizmi? Men bosib berdim xohlagan. Nima qildingiz hozir? Bilmadim. O'zim Og'a deyman, kalamga zo'r narsalar olib keldingiz-da, ideyalar. Yangi shu o'zbeklarimiz yangilar kiradi-da. Shu avtoshkolani tushunmaydiganlar ko'p. Masalan, siz ham tushunmadingiz-ku. Shuni video qilish kerakmi? Na, tushuntirish uchun video adel chiqarish. Men boshida eshitdim. Nima? Mashina berdimi, qizil? Yo'q, 15 dan 3 ta eshitdim, o'tamadim. Og'a, chiromaga kiring. Otibet Black Crash. Mana bu yerda menyuz bor-ku. Menyuni chiqaring. Bilmaydi, o'tvoradi. 3 ta menyu qilib bilmaydi. Shoshmang. Bile 2,5 ming pulim ketdi. Haromi litsenzionerlar kirmagan ekan. Bu hisoblansa kerakmi uni? Qarang, og'a, bo'lmasa bunday qilamiz. Bu yerda aytib bo'lmaydi. Bo'yicha o'chirishga to'g'ri keladi buni. Nimaga boramiz endi, og'a? Eshikni yopapsiz, og'am. Добрый тест. Uchib ketmasangiz bo'ldi, og'am. Avtosalonda. Men bilaman u qayerligini. Hozir boryapti o'shaga. Ekanda. Ha, bo'ldi, men bilaman u qayerligini. Endi pomishga ekanimga boradi desa. Ha? Yo'q-ey. Voy. Yo'q-ey.
Nomeri o'ziz olasizmi mashinaga? Ha. Nima bo'lmaydimi? Biladi. Urushlikni tortishgani esimdan chiqib qoldi. Shu urushlikdagi o'rtaga qo'yamanki oxiri. Hech esimga kelmayapti. Ketyapsiz? Ha? Nima orqaga qarab ketyapsiz? Orqaga qarayapman, og'am arzonmasga kiryapmiz biror. Menga ishonma. Bunday ketasin o'ylab. Yo'q, bu u yer orolida O'sha kattagina og'a. U yerda Rublevka bor, katta dala hovlili qasrlar o'sha yerda. U yerda boylar yashaydi-da. O orolda. 18 bo'lib oladi, o'sha yerdan oroldan olamiz bitta. Sizdan mashina semyamiz bor edi. Ha, Belgorodda. da. Qasrli uyimiz ham amaga kirib ketdik oxiri. Nima bo'ldi shakarsiz? Bitta lalata rossiyalik kirib oldi, o'rispacha. Mashinik. Telegramimga buzuq kiritdi haromi. Vkontakka ulanib olibdi akkauntimni. U akkauntni yo'qotganimga 2 yil bo'ldi-ku, og'a. Va haromi jalabni bo'lasi-ku kiryapti yana, qayta kiryapti, nimasi bor deb. Lekin tashog'am yo'q aslida. Tashog'am yo'q. U akkauntda hech nima yo'q. O'shanga kiryapti yibanga o'xshab. Shu 10-yanvarga kirgan. Yana qayta. Mana og'am keldik. Qo'shilishim kerakmi o'zi bu yerdan yo prosta ko'rishim kerak? Nima? Manimcha yordam berish kerak. Qochay. Signal bering og'a. Bu 21-asrning anavusi og'a. Og'a 95lik. Ay 95 ta meniki. 95. Qildingizmi? Ishladi. Endi kanister olishim kerak. Oling. Yo og'a, bu yerda olmaysiz kanisterni. Mana bo'ldimi kanister? Mana kanister ko'chada u kanister. Ko'chadan olib bo'ldim, endi remontini borib olishim kerak. Ha. Bir marta oling og'a, bitta dona oling bo'ldi, yetadi. Olding. Oldim hisoblamayapman hozir. Yo og'a, uni menga screenshot qilib tashlang-da. U boshqa og'a, yo'q, Remka emas u. Remka emas. Nomini o'qib bering menga. Mana kupite remontniy работу наборов. Yo og'a, olmang, shoshilmang. Og'a, olmang dedim men sizga. Kecha shunaqa bo'luvdi. Ana u bilan ham, Asilbek bilan ham. Remontni nabor emas u yerda. Gruppaga tashladingiz? Yo, o'zimizga tashladingizmi? Hozir tashlayman. O'tiradi-da, ustida. U yerda remontni nabor emas. Yo'q, rosa ichdan o'tarib yuborar ekan. Baribir.
Aniq Redmi 12 mi og'a? Ha. Cho'ta. O'ynacha qilmadim-da. Voy, nima tashladim? Voy ay. Nima bu? Axir bu zino-ku. I. Nima bu? Bu qani bu? Muhabbat, muhabbat romantik. Aktrisaga prava yevasak bo'ldi shudaki. Okay. Ha, mana ekan. Kompüter remonti nabor 26 deyapti. Kompüter remonti nabor. Kompüter remonti nabor og'a remonti nabor olmadingizmi? Oldi, hisoblamadi. Bu qanaqa? Ishlatib ham ko'rdim mashinaga. Remontni nabor 790 rubl. O'shani olmadingizmi? O'shani oldim, 2-3 marta oldim. Kompüterlar. Chatga qarang, chatga turibdi-ku oldi deb. Yana odam kirmasam bo'lmaydi shekilli yo. Gapiring. Siz bilan gapirdamsiz? Da yo'q, cho'choqdaman. Mana bu gandon-ku mashinasini-ku shu yerga tiqishtirib kelgan la'nati lo'li. Uberi suka. Litsenziyaliklar kirganmi, o'g'il litsenziya beradigan? Yo'q. Mana. Использовать qilib ko'ring-chi, birova. Nima deb yozdi? Yo'q, men mashinamni sizda kar qilib tushirishim kerak, o'shani aytibdi. Onangni deng o'shanga. Va sizga aytdim, o'chirmay gostiga dedim. Yo'q, o'chiring kerak emas. Bilet bu zadaniya umuman o'zgartirib yuborganini. Oldinlari bunaqa narsa yo'q edi bizda. Tapavga qo'shibdi yangilar uchun. O'tiring, idora qilmaydi. Undan ham arzonroq mashina yo'qmi, og'a? Zazikdan. Yo'q. O'zi 20 ming eng arzoni. Eng arzoni ali. Olamiz. Ana og'a, men o'zim 100 ming 200 ming berib yuboramanki. 4-level, 3-level bo'ling. Katta bankrot bo'lib ketasiz. Lekin hozir to'g'rilasa bo'ladi. Baromni qarang, yetimni spetxak ishlatyapti. Unaqa narsani qo'shgan yangilar uchun bilet o'zim hayronman. Kola beragitdi mana. Kolani shipirib ketganlar. Mash qiz menga bir og'iz kola so'ragandi. Olib keluvdim deng. Halam Kolani shipirib ketganchi. Halam bozordamisiz, og'a? Jo'xa. Endi nimaga boring deyapti? Nima edi? Nima? Работай kuryer. Endi o'tiring, og'a. O'tiring. O'tirsin, ha. O'tiring. Men bilaman. Ochdim. Arzamasda bor u. Robota kuryer. 3-levelda emasmi? 2mi, 3mida? Nima? Kuryerda ishlashmi? Ha. Yo'q. Yangilar uchun-ku u kuryer. Og'a, qayerdasizlar? Meni olib ketinglar. Qayerdasiz hozir? Nijniy Gorodni to'g'ladigan joydaman. Nijniy Goroddan ko'proq to'g'ladigan o'sha yerdaman. O'sha yerda turing, hozir boramiz. Tezroq deng. Men hozir Bu haromlar zaybat qildi bu yerdan beri bor-ku. Chiqaveradi yo'lda. Skvorda bor-ku, bilet. Meshat qilib yo'lga chiqib.
Ot xoli joyiga qo'ymaydi. Gazni bos. Nima qilasan yo'lda qotib? Boshqalarga meshat qilib. Bir chekkaga olgan mashinangni jab olmasa. Bu ko'ryapsizmi? Hancock. Mana bu yerda la'nati bomj-ku hatto bizdan kuchli. Ko'ryapsizmi? Mashinadan kuchli. Mashinaning motoridan kuchli. Ojizlik qilyapti mashina. Isko gapiring endi. Yurmayapti. Kelashdilarmi? O! Sağ qo'ldi. Sal qoldi iskop zavol ketadi. Ha, başta kuchli bomj, onasi nemisi. O'g'a kelyapsizmi? Hozir boryapman, Isko, boryapman. O'g'a sizda mashinam bo'lganda borku, men Nijniy Gorodni borku 100 baht tayanishim bo'ladi. Kecha mashina olsangiz teshib chiqardi ko'tingizdan. Mana og'a. Galbayo mening pravam yo'q, mashina naqa kerak. Yeban liktarinadan olsangiz bo'lmaydimi o'qib? Mana Og'abekka olib berdim oxiri pravasini. Galbayo shuning uchun sizni chaqiryapman-da, yebanmisiz? Yeban o'zingiz olsangiz bo'ladi-ku. Shuning uchun chaqiryapman sizni mashina olib keling deb, meni olib keting deb, Galbayo. Bo'ldi, boryapman bo'lsam, bo'ldi. Og'a hozir kelaman. Skvordi bor-ku bular, bilyad. Yo'ldan chiqaverib. Yo-mayo, shu o'sirtirib qisam-da. O yo'l to'g'ri boryapman-ku, og'a kelib urib yotibdi-da. Nima deyish kerakki? Shunaqalarga. O'g'a, pravam olay, meni hali Sunline olaman. Nissan Skyline olaman. Skyline. Sizga beraman sharqlar. Iskon 215. Iskon 10-level Isko. 11 bo'ladi, adashmasam, ha, Isko. 11 qoldi. Ha? Og'a siz esingizdan akkauntingiz bunaqa bo'lib qolganda, bug bo'lib qolganda. Qanaqa bak? U birinchi level bo'lib qolgandek-ku. O'shandan qiziqishim o'lgan edi, og'a siz yig'lagandingiz-ku 3 kun. Shunda qiziqishimni o'ldirgandingiz-a siz. Shundan keyin kirish bunaqa bo'lmay qoldi. Yo, adminlari javob yozyapti, lekin to'g'rilab bermayapti-da. Alam qilib ketdi. Qarasam-ku, harromarlar-ku to'g'rilab bergan, lekin uyim gosga uchib ketgan. Po'qoy dedim, zatilayam bor qayta. Shundaki xursand bo'lib ketdim. Birinchi level bitta iboratda administrator ochishva qilgan ekan. Og'a, lekin agar o'sha bug bo'lmaganda hozir 20-level ham bo'lardingiz. Rost. Shu akkaunt o'shami? Don Salieri, o'sha akkauntim. Rostdan o'g'a, keldim. Yig'ladingizmi? Siqilib ketdim-da. Shu 2 haftada-ku shuncha levelni ko'tardim-da. Isko bilan. Shunaqa siqilib ketdim. Og'a 10 soat kirdim, ishoning, 10 soatdan kirardim bir kuni. Qarasiz, Isko keldimmi? Qarasiz. O'sha Nijniy Gorodskiyadamisiz? Mana keldim, qarasiz. Pastda yerda turgandim, bitta anavi keldi. Pura orqasidan borsam, nimam kim u? Tepaga chiqing, Isko, tepaga chiqing, miyezga skey. Albayo furansiz deb o'ylabman. Yibanti qanisiz? Tepadaman, tepaga chiqib ko'rasiz. Orqaga haydang, orqaga albayo. Nima? Qaysi pulimlikmi? Pulimlik 15 ming. Ichida 10 ta. Isko bozordami? Ha. Shu uchun Isko gapirmay ishtaman deyardi.
keyin bir tushunmasdim. Bozorda ekan. Ligini keyin tushundim kecha. Buni uyatli joyi yo'q, hamma bozorda ishlaydi. Agar bu isnodni ko'tarish juda qiyin masala. Qaysi isnot? Buni ko'rganingizda hozirgi siz ham anavi bo'lib ketardingiz. Ha? Siz ham ko'rganingizda kulib o'ldirdingiz. Sharmandalikni Nimani? ko'tarmasdan. Urilib ketuvdi bittasiga. Shunday pastga tushib ketdim manda. Lekin unga hech narsa qilmadi. Daja qimirlamadi. Bu uyatni ko'tarish qiyin. Uyindami? Ha, o'yinda. Ben o'yinni ovozini o'chirib qo'yganman. Eshitilmasin debdi. Bir-birimiz gapiryapmiz-ku aljirab. O'sha eshitgan bari boshqacha kayf beradi. Isko. Yetib keldik. Yetib keldik. Keldim men. Og'a men keldim. Mana qo'yadi. Mana keldim. Hop keldim. Haydang bu yerdan dalbay bitta haydang deysiz. Tarafga haydang, men pravo olishim kerak. Dalbay yo'q. Keldik para avtoshkolaga. Bir avtoshkolami? Ha, yiban. Besaviyat. Katta qilib Black avto nimadir yozib qo'ygan. Biliming yo'q, o'qi. Nima deydi? Prezidentimiz aytadi-ku, biliming yo'q, saviyang yo'q, prezidentning qonunlarini o'qimaysan. Keyin shunaqa muammolarga duchor bo'lasan. Deyarmidi? Shu gapi rostram, lekin meme bo'lib ketdi, bilasizlarmi? Instagramda, TikTokda, ayniqsa YouTube'da ko'p o'yaptilar. Yerlar ko'pga qilasiz-da, 30 ming, 50 ming, 60 ming har xil. Bug bo'ldi bu. Nima bug bo'ldi, og'a? Suyulib yurganim mana. Og'a kichik turgan o'zi chiqaman, men pravaga o'qiyapman. Bo'ldi. Aha. Siz o'zingiz pravoyda olsangiz o'zingiz kelasiz, beriki 2 kishilik mashina to'g'rishasiz. BMW olay dedim, siz yo'q, shu chiroyli ekan, shuni oling. Shuni oling deb turib oldingiz. O'lmagan. Nima? Oftobda turgancha ha? TikTokdan bor. TikTok bor, TikTok. Kichkina yo'q. Shani o'zida shuni chiqib bor deyapmiz. Yo'q. Qanday to'xtatam bilan ishdi. Hozir og'a boraman Arzamasga, boyagi joyga. Bo'rishdami tugatishini? Ha? Rublyoqda tomosha qilyapsiz, og'a. Bir kayf qilib tomosha qilyapsiz bu yoqda. Bizning ishimiz shunday, og'a. Bunday ishga hamma ham yarayvermaydi. Chiday olmaydi. Bugun taksistlik qiladi. Ha, hech yo'q, biz xizmatdamiz, og'am. Og'a? Og'a ko'rasizmi, nimadir bo'ldi? Sirada to'xtab qoldi. Shunday katta tezlikda. Naga-nagada istamadi. Nima bo'ldi? Nima? Yo'q, o'yin o'tardimi? Rahmat. Ha.
Meni yaxshi ko'rasizmi, og'a? Yo'q. Yes, ha? Yo'q. O qiz bola emassiz-ku, Ivan. Men sizni sevib qoldim, og'a. Fu suka. Fu suka. Nariroqda o'ynang, isko yoqmayapsiz hozir. Og'a, Avtohalokat. menga turmushga chiqing. Fu suka, yo'qoling isko. Ha? Yo'qoling. Og'a, men sizni bag'ishlayman. Yangi qonun. Iskoga o'lim jazosi farmon aylanajak. Man. Farmoni oliy. Hazillashyapman. Farmoni oliy. Ah. Hazillashyapman, og'a. Siz bilan hazillashmasam kim bilan hazillashaman, og'a? Bilaman hazillashayotganingiz isko. Farmoni oliy dedimi, bilingki men hazillashyapman. Ana o bechora Javohir gapirolmay zirlab ketdi, oxiri o'zini o'chirib qo'ydi. ovozini o'chirib qo'ydi, hamma kuldiki. Og'a, siz hozir o'tib ketgansizmi? Siz emasmidingiz? Og'a deyman axir. Og'a deyman axir. Og'a. Nimani qayerdan to'g'rilaydi? Hozir yoningizda men yo'qmidimmi deb so'rayapman. Nastroyka qayerdan uni? Nima? Yo'q. Nastroyka qayerdan uni? Qanaqa? Tamam, knopkalarni joyini o'zgartiradigan. Og'am, ana menu bilan qiling, menu bilan. Og'a, kecha o'tiribman-da. Ha. Men o'tiribman, ikkita bolacha yonimda o'tiribdi. Age of History'ni o'ynayapman. Endi tojikda ular aytibdiki, "Chikayseton aka" debdi. Men bozim o'qinayam, men o'yna desam agar inchki qiziqashasiz debdi. Bilasizki, o'zingiz bunday qilib turish kerak uni. Askarlarni to'plash kerak, bunday qilish kerak. Endi yoshlarga bu qiziq emas. Bilaman. O aytibdi, "Чувайна bozim o'qinaydi. PUBG bozini ham o'qinaydi, eng qiziqashchina" debdi. Kayfini bilmagan odam. PUBG bozim o'qinaydi. Mana aytibdiki, o'g'il, men katib bozim o'qinaymi, PUBG debdi. Men shimoni yorim o'qinaymi debdi. Men sendan qo'rqaman deb qo'ydim. O'g'a, bilasizmi, ana shu hali maktabga bormaydi, o'g'a. Nima? Shular hozir maktabga bormaydi deyman. Lo'lini bolasimi? Ha? Lo'lini bolasimi? Bo'lmasa maktabga bormasa. Yo'q, maqsad tamam. O'g'lim bolasi emas, yonimda shunaqalar savdo qiladi-da, oilasi. Endi oilasi bilan birga kelgan, dadasi bilan yaxshi edi, men shu yil unaqa ketibdi Yevropaga, dadasi. Yevropaga qaytib ketibdi. Bilat ko'timdagi bo'qimni arta olmay oyimga aytib yurardim-da. Oyijon, qarang qani men ko'timni tozami deb.